O'tiring. Siz ham keraksiz. Xo'p. Sartaroshlikka nomzod sifatida. Assalomu alaykum. Ko'rganimdan xursandmiz hammamiz. Xo'p, Abdullayev Samad Hamidullayevich. Xo'p, 2020 bizda ishlaysizmi? Yo'q, shunaqa. Nimaga yozib qo'yibsizlar? Shunga ayting. Ha. 87-yilda tug'ilganlar. Ma'lumotlar bo'yicha o'rta maxsus Pop maishiy xizmat ko'rsatish kollejini bitirgan ekanlar. Ma'lumotlar bo'yicha sport murabbiyi. Xo'p, 2003-2006-yillarda maishiy kasblar kolleji talabasi bo'lganlar. 2006-yildan Pop Murbata internetda ishchisi deb yozib qo'yiblar. Menimcha xatolik bo'lgan bo'lsa kerak. Demak, oilalilar, hop 2 nafar farzandlari bor. To'g'ri aytdimmi? Bir o'g'il, bir qiz. Hop, kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Hop, o'zi asli bu yerga kelganingizda nima bo'lish, kim bo'lib ishlagansiz? MCS'da ishlagan. Qayerda? MCS'da? Pajarniyda. Kim qanaqa lavozim? Dispetcher bo'lib ishlagansiz. Biz hozir qayerga qaysi lavozimga kelayotganingizni bilasizmi? Uch shug'ullanganmisiz shu soha bilan oldin? Yo, sartaroshlik bilan shug'ullanganmisiz oldin? Shug'ullanmaganman, unchalik qo'ldan keladi. Hozir biz sizga Stajyomi ishlamaganmi sartarosh? Umuman kollej sertifikat boshlaganman sartaroshlik. Men sartaroshlik ham nozik ishda. Siz anaqalar bilan ishlaysiz, nima? Ustara bilan soqolini olasiz ularni. Bolalar soqolini olib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Bolalar o'tirib mana aytdingiz. Ko'rgandingizmi kelishdan? Bandlikka borishganmi yo to'g'ri kelishyaptimi? Bordingizmi? Aytishdimi? Anaqani sartaroshlikka borasanmi, bilasanmi deb aytishdimi, aytishmadimi? Chunki bizga to'g'ri tushunasiz, biz hozir sizdan ozgina malaka so'raymiz. Siz hozir tig'li masalalar bilan ishlaysiz-da. Qaychi, ustara, britvalar bilan ishlashingiz to'g'ri keladi. Yigitlarimiz hozir aytganimizdek oddiy jim o'tir desang, o'tirib gapga kiradigan bolalar emas. O'shani his qilishimiz kerak. Bilaman, deydi haligisi. Meni sartaroshlik deydi, juda mukammal kasb edi. Oldiga narsa. Savollar bormi? Keyin o'ylagan, siz o'ylagan darajada bo'lmasin ekan. Yo'q, bilaman, bilib turibman. Uyg'urda, Tumanda o'qiyapsizlar? Ular uchkalar ishlayapti. Oshxonada ishlagan. Oshxonada Ilgari bir ishlagan. Bizga yarim soat ekan. Vaqtingiz mana shu yerda ko'proq o'tib ketadi. Boshqa qo'shimcha ishlar bilan ham shug'ullanasizmi tashqarida? uyimda endi qo'yib Ha, shunaqa ishlarman. Endi yarim soatda oylik qoplamasligi mumkin. Balki 700 ming, 1 million oylik olishingiz mumkin. Uyoqlarni ham hisobga olingda. Agar yarim soatga kunim o'tib yerda 600 ming, 700 mingga yuraman, ko'chada yaxshi topaman deganlar ham bo'ladi-ku. shularni bilib, Ha, shularni ham hisobga olib, narsangiz yaxshi. Yana kimda masalalar bor? Yo'q. Saidjon aka, ismingiz Samijon aka. Samijon aka, bizni to'g'ri tushunasiz. Bizga haqiqiy shu sartaroshlik bilan shug'ullanadigan shu sohani oldin non yegan desak ham bo'ladi. Shu soha mutaxassis kerak. To'g'ri tushunasiz. Bizni kuzatib boring. Qaysi ma'noda? Boshqa vakantlarimiz ham bo'lsa hech qanaqa anaqa yo'q, kelib suhbat bajarasiz. Kelib suhbatda o'tib kirib ishlayverasiz. Hech qanaqa muammosi yo'q. Hudud tozalovchiligimiz ham bor edi, misol uchun, agar bir ko'rganingizda. Biz shunaqa yo'nalishimiz ham vakant e'lon qilganmiz. Bugungi misol uchun. Buni ham bir ko'rish kerak edi. Bir ko'ring. Kelisha oldingizmi Samjon aka? Siz bilan ko'rganimizdan, siz bilan tanishganimizdan xursandmiz aka. Salomat bo'ling. Rahmat.